Assalomu alaykum hammaga. Bugun Amerikan YouTube kanali ochish haqida gapirib tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Har bir soniyasi foydali bo'ladi. Birinchi o'rinda telefonimizda Google Chrome ga kirib olamiz. Ya'ni sizning o'qilishingiz bo'yicha Chrome deb yozilgan bo'ladi. Mana bu tugma. Bosasiz va unga kirganingizdan so'ng sizda bu chekada YouTube belgisi turadi yoki qidiruvga YouTube deb yozasiz bo'lmasa. Bosasiz va sizni Google Chrome'ning ichidagi YouTube ga olib o'tadi. Va siz tepadan agar menda hozir desktop versiyada turibdi, sizda desktop versiyada turmagan bo'lsa, tepadagi 3 ta nuqtani bosasiz va bu joydan sal pastroq qo'yasiz. Mana desktop versiya fitishga turibdi. Shuni tanlab qo'yasiz. Va e'tibor bering. Tepada o'ng qo'ldan tepada dumaloqcha bor. O'sha dumaloqchaga bossangiz, bu sizning akkauntingiz va akkauntingiz pastida Google account degan yozuv bo'ladi va uni pastida switch account, ya'ni akkauntlarni o'zgartirish. O'shani ustiga bitta bossangiz, sizda mavjud akkauntlar turadi va uni eng pastida akkaunt qo'shish bo'limi bor. Mana ikkita yozuv bor. Pastiga bitta qarang-da, mana. O'shani bitta tepasidagini akkaunt qo'shish bor, odamchaning yonida plus turibdi. O'shani bitta bosasiz va sizni tekshirilmoqda dili. Mana sizning telefoningizdagi barmoq izlarini tasdiqlaysiz va ozgina kirib kutib turasiz va pastda mana bunaqa oyna ochiladi. Chap tomonga qarasangiz, hisob yaratish degan tugma bor. Shu tugmaga bitta bossangiz, ikkita tanlash uchun variant chiqadi. Bu yerda shaxsiy foydalanishim uchunni bosasiz. Birinchisi mana bosdingiz va ismingizni yozasiz. Misol uchun kanalingiz nomini yozsangiz bo'ladi. Misol uchun bilmadim. Ketdik mana. Keyingisini bosamiz va o'zingizni yilingiz, misol uchun oyingiz, misol uchun mana tug'ilgan yilingiz bu yerga yoziladi. Chalib qolmang. Mana 4-chi mana jinsingiz, mana erkak bo'lsangiz erkak, ayol bo'lsangiz ayol. Keyingisi pastdagi bosasiz va sizga bu yerda tavsiya qiladi Gmail'larda. Mana bunaqa qilsang bo'ladi deydi. Lekin siz yo'q deysizda, shaxsiy Gmail yaratish bor eng pastida, 3-variant. Shuni bitta bossangiz, sizga Gmail yaratishni yoz deydi. Men sizga tavsiya beraman, mana shu joyni eslab qolishingizni. O'zi usiz ham iloji yo'q, chunki kanalingizni boshqa qurilmaga ko'chirishga yoki sotishga yoki xullas kanalingizni saqlab qolish uchun Gmail bilan parolni eslab qolishingiz shart va zarur. Qarang, Gmail yozasiz. Mana misol uchun bilmadi 11. Короче, mana shunaqa Gmail yozdim. Keyingisini bosamiz. Yo'q, olingan ekan bu. 113 bosdik. Короче, o'tdik. Mana qarang. Parol yaratish degan joyi bo'ladi. Parolga kiritasiz, bir ballar qilib eslab qoling deyapman. Qarang, Gmail bilan parolni eslab qolasiz va bosasiz. Mana. Va sizdan mana bunaqa tasdiqlashlar so'raydi. Hammasini saqlashni bosasiz va keyingisini bossangiz, sizda Gmail ochiladi. Hali endi Gmail ochiladi xolos. Sizda endi Gmail ochildi deylik. Keyin siz uni Gmailda YouTubedan kirasizda, mana bu YouTubedan kirib, oddiy YouTubedan o'sha Gmailda misol uchun tepasida kanal yaratish degan tugma bor. Bitta bossangiz bo'ldi, kanal yaratiladi. Keyingi videoda kanalni sozlash haqida gapirib o'taman. Diqqat bilan kuzatib boring. Bu kanal sizga foydali bo'ladi. Sardor Usmon Aliyev. Siz montaj darsligini o'rganmoqchimisiz? Menda montaj darsligi bor. 39,000 so'm evaziga oddiy rasmni harakatlantirib, har qanday yo'nalishga mos tushirib ketadigan montaj darsligini o'rgansangiz bo'ladi. Uni sotib olish uchun shu video kommentariyasidagi nomer orqali Telegramdan yozasiz. Men sizni shundoqqina Telegram yopiq kanalga qo'shib qo'yaman. Ko'rishguncha.